Prezident Shavkat Mirziyoyevning rafiqasi Ziroat Hoshimova Prezident Putin bilan o'pishib ko'rishishi nimani anglatadi? Bu do'stlikmi? Demak, do'stlar bir-birining xotinini o'pib ko'rishishi mumkin ekanda. Yoki birovning xotinini, ayniqsa erining oldida o'pishib ko'rishish, valsga taklif qilish arzimas ishmikan? Yoki Qalpoq hajviy jurnalining bitta sonida aytiladiki, o'psa netar, yuvsa ketar deydi. Shunaqa arzimas narsami? Bu voqea dunyoning ko'z o'ngida bo'ldi. Mana bu Xitoyning CNBC degan kanali olib ko'rsatgan. Mana bu Prezidentimiz Mirziyoyev, mana bu rafiqasi Ziroat Hoshimova. Mana Putin ko'rishyapti Mirziyoyev bilan. Mana u chaqirdi. Mana o'pishib ko'rishyapti. Putin nimagadir ko'zini surtib qo'ydi. Bu arzimasga o'xshab ko'ringan voqea hammaning yoshi qarining tarbiyasini buzadi. Ya'ni shunday qilaveringlar deganida, ochiq aytganda. Men tirnoqning orasidan kir qidirmayapman, balki bor narsani aytyapman. Ziroat xola, shu 4 yildan beri Ukrainaga bostirib kirib, millionlab bosqinchi vayronachiliklar qilgan, shuni o'pgandan ko'ra, shu bilan o'pib ko'rishgandan ko'ra uyda qolganingiz yaxshi bo'lardi. Uyda o'tirib, nevaralarni o'pib o'tirganingizda. Siz haj qilgan bo'lsangiz, hajingiz nima bo'ldi? Umra qilgan bo'lsangiz, umrangiz nima bo'ldi? Men o'zimning kanalimda avval sizga, keyin Saida Mirziyoyeva, ya'ni qizingizga murojaat qilib, sizlar Alloh taolaning muborak joylarini ko'rib kelgansizlar. Endi ayollarga yaxshi o'rnak bo'linglar deb nimalar umidvor bo'lganmiz. Xalqni bular to'g'ri yo'lga boshlashiga sababchi bo'ladi deb umidvor bo'lganman. Ziroat xola, siz O'zbekistonning birinchi raqamli xonimisiz. Shu maqomdan, martabadan foydalanib, o'zingizning imkoniyatingizdan foydalanib, ey opalar, ey singillar deb chiqishlar qilib, mana shu vaqtgacha biz mana bunday ochiq sochiq yuravergan ekanmiz, mana bunday noto'g'ri qilgan ekanmiz. Allohdan qo'rqib mana bunday o'ranib yurish kerak ekan. Mana biz ham tavba qildik. Kecha u yoqda Makkaga borganda, Madinaga borganda o'ranib yurganmiz-ku, hozir bu yoqqa kelib tashlab yuborganmiz. Shuni tavba qildim. Allohga tavba qildim. Sizlar ham mana shu yo'ldan yuringlar desalaringiz, siz, qizingiz, shunda obro'laringiz hozirgidan qaraganda 1000 karra oshib ketadi axir. Men sizga bu gapni Alloh uchun aytyapman. Ertaga kuchingizni ko'rsatib menga bir yomonliklar qilishni o'ylab yurmang tag'in. Chunki men sizga obro'yingizga yomon gapni aytmadim, tuhmat qilmadim sizga. Allohdan haqingizga yaxshi duolar qilib umidvor bo'lyapman. Allohdan umidvor bo'lyapman, sizdan emas.